Bismillah deb Aziza oshxonasining bir kunlik zakotovka kunini sizga ko'rsatib o'taman. Shunaqangi qip-qizil bo'lgan mol laham go'shtini o'zimiz qiyma qilib chiqaramiz. Aziza oshxonasining mahsulotlari shu tariqa ozodalik bilan, poklik bilan, tozalik bilan birgalikda gigiyena qoidasiga rioya qilgan holda mahsulotlarni tayyorlashni boshladi. Har bir mahsulotimizni ichida bizni mehrli yurakchalarimiz va sizlar uchun ulkan mehrlarimizni birgalikda ko'pga qilib bizning mahsulotlarimiz O'zbekistonda Toshkent shahrida, Namangan shahrida o'z klientlariga ega. Nomer 1 polfabrikatlardan biri deb hisoblasam ham bo'ladi. O'z klientiga ega bo'lgan bu mitoz cho'ramizni esa ta'riflashga tilojiz, sababi og'zingizda eriydi. Sotuv bo'limlarimizda esa bir kunga qolmay tugaydigan mahsulotlarimizda eng birinchi o'rinda shu chuchvaramiz. Videoni she'rgacha kuzatingiz. Endi tezgina podpiska qiling. Sababi bundan-da zo'r reelslar, retseptlar, oilaviy kontentlar siz uchun doim. Aziza oshxonasi doimo siz bilan birga.